Assalomu alaykum. Ikkinchi modul databaza mavzumizni keyingi darslarga xush kelibsiz. Bu darsda siz bilan databaza relation va rollup mavzusini birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, qarang, relation bu nima? Relation bu inglizchada ma'nosini biladigan bo'lishingiz mumkin yoki qarang, relation bir databaza bilan ikkinchi databazani bir-biriga bog'liqligi yoki qanaqadir munosabat deb nomlasa ham bo'ladi. Ya'ni bir bazadagi ma'lumot ikkinchi databaza bilan qanaqadir ma'lumot almashuv yoki bir-biriga bog'lash bu relation funksiyasining ichiga kirib ketadi. Rollup bu nima? Rollup bu jamlab berish. Qaysidir databazangizdagi ma'lumotlarni bir joyga rollab berish yoki topib berish yoki ko'rsatib berish bu rollup funksiyasiga kiradi. Endi biza birinchi o'rinda databaza relationdan foydalanib ko'ramiz. Buning uchun biz mana bu yerda bitta yangi databaza ochib olamiz. Databaza inline ochamiz. Xo'p, databaza inline ochamiz va buni aynan mana shu projekt management databazamizga darsimizga to'g'ri kelishligi uchun buni bo'limlar deb nomlaymiz. New table manaki. Endi ko'rishingiz mumkin. Bu birinchi to'ldirib chiqaman va keyin sizlarga tushuntirib o'taman. Endi bu qarang. Project management bu barcha tasklar yozilgan sizga databaza bo'lishi mumkin, lekin bu sizni butun bir biznesingizni boshqaradigan bir bo'limlarni, butun bir biznes bo'limlarini boshqaradigan databaza hisoblanishi mumkin. Endi bu yerda qarang, biz nima ocha olamiz? Nima ocha olamiz? Plus qo'yamiz va relation funksiyasidan foydalanishni boshlaymiz. Relation bosamiz. Relation boshlashimizga mana bizdan so'rayapti, qaysi databazaga ulashimiz kerakligini. O'zgami bo'limlarni yoki boshqa bir databazalargami? Biz mana project management tanlaymiz. Hop, mana qarang. Related bog'langan project management databazamizga limit, no limit deb turibdi. Ya'ni bu nima? Bitta no limit bo'lsa, ko'plab databazadagi ma'lumotlarga ulashingiz mumkin, ko'plab narsalar qo'shish mumkin. Agar bir pejda faqatgina bitta narsaga ulashingiz mumkin. Buni hozir biz no limit qilib qo'yamiz va qayerda ulash mumkinligini sizga ko'rsataman. Two way relation deb qo'yibdi. Bu ikki tomonlama relation. Bu relation foydalanyapsizmi? Demak, sizga ikki tomonlama kerak bo'ladi. Bir tomonlama relation foydalanib, mana qanaqadir foyda ko'raman yoki o'zingiz qanaqadir foydalanish mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? One way degani bu faqat bir tomondan bo'ladi. Two way degani nima? Bu ikki tomondan ham bir-biriga bog'liq holda ma'lumotlar almashuvi yuzaga keladi. Two way relation enable qilib qo'yamiz, ochib qo'yamiz. Mana ikki tomondan bog'lanish bizga relation bizga ulandi. Endi buni qayerdan ko'rish mumkin? Mana tepaga chiqamiz. Mana bo'limlar 1. Voy, bizga bo'limlar 1 bo'lib qoldi. Nimaga bunaqa bo'lib qoldi? Xo'p, buni to'g'rilashimiz kerak. Xo'p, edit property relation bo'limlar. Bo'limlar o'zi turibdi. Nimaga bizga bo'limlar 1 ko'rsatyapti? Bu yerda yozib qo'yibdi. Bo'limlar. Bu yerda bo'limlar anaqamiz borligi uchun bu bizga ko'rsatmayapti ekan. Bo'limlar deb mana bunaqa nuqta qo'yib qo'yamiz bo'lsa, bizga tushunarliroq bo'ladi. Endi qarang. Bu property'ni o'rtaroqqa olib kelamiz. Tushunisiz uchun men nima qilyapman? Project management'dagi mana bu bo'limlar funksiyasini ikkinchi databaza bilan bog'lab qo'yapman. Endi bu yerda bir ham bajaramiz. Qarang. Ikkinchi databazaga bog'lashimiz uchun bu yerda bir databazadagi ma'lumotni mana bu ikkinchi databazaga connect qilamiz, ya'ni bog'layapmiz. Mana bo'limlar turibdi. Ko'rish mumkin mana. Marketing bo'limiga tegishli marketingga, hop, sotuv bo'limiga tegishli sotuvga, yana marketingnikini marketingga, hammasini birma-bir belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Marketing. Hozir ishlari bir hammasi sizga mayda qanaqadir detalli ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, lekin buni hozir belgilaganimizdan keyin siz ko'ra olasiz, juda bir yaxshi funksiya amalga oshadi. Sotuv, bu ham marketing, bu yerda media. Endi mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p.
Bu yerdagi tasklar qaysi bo'limga tegishli ekanligini relation orqali biz ko'rsatdik va endi bu yerda ko'rish mumkin. Siz biznesida barcha bo'limlar bor. Mana shu bo'limlarda qancha ish bor, qaysi vazifalar borligini bizga ko'rsatib turibdi. Ya'ni mana marketing bo'limi va nima ishlar bajarilishi. Bundan tashqari ko'rdingiz bularni biz ruchnoy holatda kiritganimiz yo'q. Mana bu yerda kiritib faqat mana bu yerdan qaysi relationga tegishligini belgilaganimizdan so'ng bizga avtomatik tarzda o'zi ko'rsatib beryapti. Endi relation funksiyasi tushunganingizdek bir databazaga ma'lumotni ikkinchi databazaga bog'lab berdi. Endi biz nimadan foydalanib ko'ramiz? Biza rollup-dan. Rollup ham deyarli shunga o'xshash funksiya hisoblanadi, faqat bu jamlab bizga bir ma'lum bir ma'lumot ko'rsatib beradi. Rollupni bosamiz. Rollup bosganimizdan so'ng mana bu type property type'ni so'rayapti rollup select relation. Ya'ni qarang, rollup ishlatayotganimizda biz doimiy qaysi relation bilan bog'lashimizni bizga so'raydi. Shuning uchun birinchi relation ochib, keyin rollupga o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, rollupni bosib, mana project managementni bosamiz va bizdan so'raydi. Qaysi property bo'yicha rollup qilib beray? Qarang, property faqatgina nomini ko'rsatib ber deyapti va show original deb qo'yibdi. Qaysi property edi va unda calculate funksiyasi ham bor. Qarang, relationda bitta qaysidir ikkinchi data bilan bog'laganimizga faqat name'larni yoki qaysidir funksiyasini bizga ochib berayotganda, endi rollupda bizda ko'proq qanaqadir hisoblash, ya'ni jamlab berish yoki qanaqadir funksiya bo'yicha bizdan so'rayapti. Mana qarang, bizga name qilib qo'yamiz, calculate ichiga bosamiz. Show original deb qo'yibdi. Show unique values deb qo'ydi, count percent deb qo'yibman. Percentni bossangiz, percent empty yoki not empty bizga funksiyasi bo'lib boshlayapti. Lekin biz bu yerda rollupda countdan foydalanamiz. Qarang, count all, count values, count unique values, count empty, count not empty deb qo'yib, count all deb qo'yamiz. Endi mana bu rollupni ham bajarilishi kerak bo'lgan ishlar son deb qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi bizga nima bo'ldi? Bizda biznesimizda qanaqadir bo'lim bor. Bo'limlar mana 4 ta bo'lim bor. 4 ta bo'limda bajarilishi kerak bo'lgan tasklar ro'yxat bor. Bular ko'p bala bo'lishligi mumkin va sizdan bu rollup funksiyasi orqali mana shu bo'limga tegishli tasklar nechtaligini bizga ko'rsatib beryapti. Endi databaza relation va rollup bo'yicha darsimiz shulardan iboratda. Bu funksiya juda ham bizga foydali bo'ladi, chunki bizda ko'plab databazalardan foydalanishimiz mumkin. Barcha ma'lumotlarni bitta databazaga qo'shmasligimiz mumkin. Bizga ko'plab databazalar foydalanganimizda mana shunday relation va rollup funksiyasi bizga juda foydali bo'ladi va bizning ishimizni juda osonlashtiradi. Darsni ko'ring. Birma-bir hamma databaza bo'yicha ma'lumotlar, darslarni ko'rib boring va ma'lumotlarni kiriting va deyarli barcha funksiyalardan foydalaning. Bizga o'zi databaza bo'yicha asosan yana o'sha darsligimizda qoldi. Template, formal locking bular qaysi biridir murakkabroq, qaysi biri juda foydaliroq, qaysi biri juda oddiyroq funksiya bo'lishi mumkin, lekin hozirgacha barcha darslarni ko'rib, keyingi darslarga o'tishingizni tavsiya qilaman. Keyingi darsda ko'rishguncha.